TEZnews jamoasi Innapro Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasiga kelajakni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun tashrif buyurdi. Xabaringiz bor, kuni kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev ham ushbu ko'rgazmaga tashrif buyurgandi. Xo'sh, ushbu tadbir o'zi yurtimiz uchun qanchalik muhim? Birgalikda ko'ramiz. Tadbir butun dunyodan ishlab chiqaruvchilar, investorlar va sanoat gigantlarini bir joyga jamladi. Shuningdek, yirik biznes vakillari, startaplar va texnologiya yetakchilarining barchasi aynan shu yerga yig'ilgan. Alohida e'tiborimizni Raqamli texnologiyalar vazirligi stendi tortdi. Uzinfocom kompaniyasi u yerda haqiqiy texnologik kashfiyotni taqdim etdi. RoboIt. Yaqin kelajakda u sun'iy intellekt elementlariga ega ovozli yordamchi yaratish uchun asos bo'ladi. Robek, O'zbekistondagi eng chiroyli shahar qaysi? So'rovingiz uchun rahmat. O'zbekistondagi eng chiroyli shahar Samarqand hisoblanadi. Uzinfocom haqida aytib ber. So'rovingiz uchun rahmat. Uzinfocom O'zbekistonda joylashgan IT kompaniya Muxlisai jamoasi tomonidan yaratilgan. Ular sun'iy intellekt va texnologiyalar sohasida ishlaydi. Bu hali prototip, lekin kelajakka ilk qadam allaqachon tashlab bo'lingan. To'g'risini aytganda bu qoyilmaqom. Ozgina ma'lumot bera olasizmi Robik haqida? Buni asosiy o'zi funksiyalari nimadan iborat? Robikimizga biz Muxlisa sun'iy intellektimizni ichiga integratsiya qildik. Sun'iy intellektimiz har xil savollarga javob bera oladi. Robotimizni har xil tryuklariga o'rgatganmiz, ya'ni salto qilish, chapga o'ngga o'girish. Sensor orqali birorta bir devorga yaqinlashib kelayotganda o'zini to'xtatadi. Asosiy maqsad shu sun'iy intellektni shu robot itimizga integratsiya qilib, odamlarga yordam berish. Ya'ni ko'chada deylik 10 yil yoki 20 yildan keyin bunaqa robot itlar hamma yoqda bo'lishi mumkin. Shu Muxlisa sun'iy intellekt haqida savol, nimaga aynan unga Muxlisa deb ism qo'yilgan? Bu Alisaga bir qanaqadir bog'liqlik tarafi bormi? To'g'risi yo'q. Biz nimaga Muxlisa deb tanlaganmiz? Chunki Muxlisada baribir eshitilishi bor. Ya'ni hamma ham mikrofonni yaxshi ishlamaydi. Lekin Muxlisadagi S harfi yaxshi eshitiladi mikrofon uchun. Keyin Muxlisani hech qanday o'zgartirib bo'lmaydi ismni. Muxlisa baribir Muxlisa deb qoladi. Hozircha u 4 oyoqli mehribon robotdek ko'rinmoqda, lekin bu ko'rinish ortida sun'iy intellekt sohasidagi jiddiy ishlanmalar turibdi. Bu ovozni taniy oladigan, buyruqlarga javob bera oladigan va kundalik hayotda insonlarga yordam beradigan aqlli yordamchilarni yaratishga tashlangan birinchi qadamdir. Bunday tadbirlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda xususiy kompaniyalar va davlat tuzilmalarining imkoniyatlari juda katta. Sizlar bilan TEZnews jamoasi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting va TEZnewsdan uzoqlashmang.